Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Robokids o'quv markazidan keldim. Ismim Ilhomjonov Shamshodbek. Shamshodbek, bugun musobaqaga qaysi o'zingiz yasagan robotingiz bilan ishtirok etmoqchisiz? Robofutbol uchun yasagan mashinam bilan ishtirok etmoqchiman. Shamshodbek, o'zingiz yasagan bugungi robotni bizga tushuntirib bera olasizmi? Bu robot SP32 dan tashkil topgan, batareyka qo'yadiganlar va knopka, 4 ta motor, keyin bitta driver dan tashkil topgan. Bu robotni yasash uchun sizga qancha vaqt kerak bo'ldi? 1 hafta ketdi. 1 hafta muddat. 1 hafta yasab bo'ldim. Yasab bo'ldi. Robot yasash bo'yicha bu sohaga qachondan beri siz qiziqish bildirib o'qib kelmoqdasiz? 1 yildan beri o'qib kelmoqdaman bu sohani. Ya'ni Robokids o'quv markazida 1 yildan beri o'qib, shu robotlar sohasiga qiziqish boryapti. Shamshodbek, kelajakda o'zingizni qaysi kasbda tasavvur qilasiz? Shu sohada ketish niyatingiz bormi? Shu sohada ketib, yaxshi O'zbekistonni tanitib, yaxshi shu robotexnika sohasida ketmoqchiman. Bugungi musobaqada sizga omad tilaymiz. Rahmat. Omad yor bo'lsin.